Assalomu alaykum. Xorazmning arzonda baholarni sindirishda davom etamiz. Arkamizda turgan Captiva'ni hech qanday banklar aralashtirmagan holda egasini o'zi bilan pulni bo'lib bermaka gaplashib qo'ydim. Esa videoni oxirida sizlarga bahosini aytib o'taman, taxmin etib turasizlar. Bizning Xorazmning arzonda zo'r bahoda Captiva, ya'ni mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, lekin full restyling bo'lib turibdi. Polni esetdi bo'lgan mashinamiz. Og'a bir xolisona niyat etib like'larni bosib qo'ying. Shunday mashinalarda hammamizga nasib etsin, dimomanda dadamiz olib berish. Xo'p, mashinamiz polni full restyling bo'lgan. Ko'rsangizlar, farlarni ham o'zgartirib berdilar. Ichida hech top toza turibdi. Ko'rsangizlar, 4 ta yumshoq ballonlari bor mashinamiz. Ichki holatini o'tadan bo'lsak, chexoli, poliki, metallar ham ustunovka bo'lgan, pakalina metallar turibdi. Monitorlari boyna. Ko'rsangizlar, motor ходовой Tokyoda yecherinda ish yo'q mashinamiz. Orqa holatlarini ham ko'p odam ko'rsatdilar. Orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Shu mashinamiz Xorazm arzonda aziz foydalarishingiz uchun 125 million so'm qo'yib beraman. Agarda sizda 30 million 40 million pul bo'ladigan bo'lsa, qolgan pulni bo'lib beradi. Egasidan gaplashib olsangizlar bo'ladi. Egasining nomeri har doimgidek Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanaliga o'tib egasini bog'lansangizlar bo'ladi. Telegram kanalda kunida 10-15 dona aksiyadagi mashinalar 1 million bilan, 2 million bilan, 3 million bilan Cobalt, Cora, Zentralar shunday narsalar tashlab turibdi. Shuning uchun bemalol Telegram kanaliga o'tib qo'ysangizlar, xudo xolasa zo'r mashinalar